o'tiga kuygan keldik oydik jamoli ko'rgan keldim oy toylar mübarek ey yar canım toyhana bulsun her hanadan mavye yar Safi kadahını kılgın mı ya Ved etmeydin İçken kildim ay Toylarınız mı var? Katta rahmat, san'atkorlar, salomat bo'ling. Yaxshi niyatlar, yaxshi turgan eldoshlar, zamondoshlar. Mana bugun mana shu elimizning hurmat zatiga sazovor bo'lgan kamtarin, mehmondo'st, oliyjanob, yaxshi insonlarning oilasi katta to'y, quvonchli to'y oqshomini muborakbod qilib hammamiz mana shu ko'rkam, chiroyli to'yxonaga tashrif buyurdik. Mana xonadon egalari sog' salomat bo'lsinlar. Sheribboy otamizni, Qur'ona enamizni bugun quvonchlari cheksiz, 100 yoshlarga kelib o'tirsinlar xudoyim. Mana rahmatli yo'ldosh akamizni oilasida sog' salomat bo'lsinlar. Hurmatli onaxonimiz Bibirajab opamizni oilasida bugun quvonchli kun. Fazilbekni, Farag'atxonlarni quvonchlari cheksiz. Mana farzandlarini bugun hammalarimiz guvohligida nikoh to'ylarini o'tkazyaptilar. Shahzodbek, Shahloxonni, Shahruxbek sevinch oylarini bugun hammamiz guvohligida nikoh to'ylarini o'tkazyaptilar. Keling, siz to'yga tashrif buyurgan yaxshilar nomidan bugungi quvonchli kunlari bo'layotgan mana shu ikkala kuyov yigitimizga, ikkala kelinchak qizimizga baxt va saodat tilaymiz. Umrlari uzoq, kelajagi porloq bo'lsin. Baxtli, saodatli, serdavlat, serfarzand bo'lib, mehr muhabbatda qo'sha qarisinlar. Xizmatlari ota-onasini, qarindosh tug'an elu elatqa buyursin. Shahzodbek, Shahloxon, Shahruxbek, Sevinchoy. Boshingizni baxt egibdi. Asla g'am, alam egmasin. Biringiz polvon, biringiz suluv, turishingizga ko'z tegmasin. Baxtli bo'linglar. Hamma havas qiladigan bir chiroyli oila quringlar. Men hurmat bilan davraga bugungi to'y oqshomini ochib berishni so'z navbatini mana davramizda mana shu elimizning ulug' insonlaridan birisi
hamma katta tadbirlarda, to'ylarda bosh-u qosh bo'lib yuradigan mana shu elning darg'alaridan birisi, mana shu mahalla fuqarolar yig'ini raisi davramizda Qalandar akamiz bugun to'yimizda qatnashadilar. Qalandar aka keling, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat qilib xonadon egalarini, hurmatli to'y qatnashchilarini bugungi quvonchli kunlar bilan muborakbod qilib, butun mahalladoshlar nomidan muborakbod qilib, to'yimizni ochib bersangiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Yana yeldoshlar, mahalladoshlar, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun mahallamizdagi eng bir nominali xonadonlardan biri Sherpa akam va Qur'on opamni xonadonida katta to'y tantana. Yana o'g'li Fozilbek juftdan qo'shaloq to'y beratar ekan. Shu 4 ta yosh baxtli bo'lsin, qo'shqani bilan qo'sha qarisin. Yine şu Sherpa aka, Qur'onjo opa, Beraja opa to'ylar o'ng'indan bo'lsin size, gelinglar o'ng bo'lsin. Şu oyoq yuzi yarashsin. Oyoqina baxt cho'lashib kelgan bo'lsin. Hammanga shunday qo'shaloq to'y bermek, o'g'il uylantirmek, qiz chiqarmak nasib etsin hammangizga. Elimiz, yurtimiz tinch olsun.